Assalomu alaykum Erkin Va doda. alaykum assalom. Salomatmisiz? Keling bola, Charchamayapsizmi? o'rta qiz chaqiraymi? Ya, o'zizga gapim bor edi. Mandami? Ruxsatingiz bilan. Hop. Eshitaman bolam. Ochiq doda, gapni nimadan boshlash bilmay turibman. Lekin o'rtog'im uchun shu yaxshi bo'lsa kerak deb o'yladim. Yaxshi. Navarangiz Zafar anchadan beri bizga qo'shilmay qo'ydi. Begona odamlar bilan yuribdi deb eshitdim. Chekishni ham boshlabdi. Ishga ham munosabat oldingida emas. Bir ko'rishib gaplashib olaylik desak, bizdan o'zini olib qochyapti to'g'risi. Shunga o'zingiz gaplashib ko'rasizmi? Xo'p bo'ladi bolam. Xo'p, gaplashaman. Faqat doda kazyollik qilyapti demang. Yo'q. Do'stga ko'zgu deyishadi-ku. Shunday bo'lgandan keyin haqiqiy do'st shunaqa bo'ladi. Bir iltimosim bor edi sizdan yana. Xo'p. Uni urishmang. Xo'p. Unga siz yordamingiz kerak. Xo'p. Rahmat doda. Xo'p, salomat bo'ling. Rahmat. Ey Alloh, bu yoshlarga o'zing insof bergin. Zafar. Baxtiyor, to'g'risi kazyollik qilmadik-ku. Ha yo'q, hammasi joyida. Ketdik.